Traderlar, bu videoda men sizlarga 369 sayklni qanday qilib to'g'ri TradingView'ga ustanovka qilish, indikatorini va qo'shimcha tarzda buni kirish chiqish joylariga qo'shimcha tarzda, ya'ni hozirgi paytda ishlatilib kelayotgan qo'shimchalari, fishkalarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Video ikkita qismdan iborat bo'ladi. Indikator ustanovka qilish va fishkalari haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar sizlarga foydali bo'ladi. Keyin bitta narsa aytmoqchiman sizlarga. Mani eski NoxNFX YouTube kanalim vzlom bo'ldi. Men u yoqqa kira olmayapman. To'liq vzlom bo'lib, mendan do'stlikka chiqib ketgan. Xo'p, agar mana men bu hozirgi ko'rayotgan YouTube kanalinglar, bu sizlarga уже yangi YouTube kanal. Obuna bo'lib qo'yib, do'stinglarga ham ulashinglarni so'rab qolaman. Foydali bo'ladi. Что men yana ko'proq narsalarni ulashib, sizlarga ko'rsatib YouTube'ga joylab boraman. Demak, videoni ko'ringlar. Har doimgidek oldinglardagi ortiqcha narsani yig'ishtirib, to'liq fokusinglarni videoga qaratib va videoning oxirida kommentariyaga yoki bo'lmasam Telegramda yozsanglar, men javob beraman. Xudo xolisa, bu narsalarni davom ettiramiz chiroyli qilib. Hammaga rahmat. Endi indikator ustanovka qilish bo'yicha mana qisqa video. Xo'p, birinchi o'rinda biz Telegram kanaliga kirishimiz kerak. Telegram kanalda turibdi. Telegram kanal kirsanglar, men bu tekst variantda turibdi, ya'ni NoxNFX communityga kirasizlar va bu yoqqa kirganingizda mana 369 kod TradingView uchun degan turibdi. Men buni hali zakrep qilib qo'yaman. Xo'p, nima qilamiz? Kirasizlar, mana turibdi. Windows ishlatsanglar Ctrl+C, MacBook ishlatsanglar Command+C qilib birinchi hammasini belgilab olamiz va kopировать qilib olamiz yoki oddiy holatda mana shu narsani nusxa olamiz va nima qilamiz? Endi qiladigan ishimiz TradingView akkauntingizga kirib, TradingView akkauntingizda shunda mana mishka ko'rinayotgan bo'lsa, o'ng tomonda Pine deb yozilgan Pine editor ochamiz va bu yerdan kimdadir har xil nimadir turgan bo'lishi mumkin. Kimdadir yozuvlar olamiz. Sozdat новый qilamiz, indikator bosamiz va mana bu yerda chiqib keladi. Bu o'zingizlarning akkauntingizning nomi nimadir. Xo'p, bizga nima qilishimiz kerak? Shunda mishkani ushlab hammasini belgilaymiz, o'chirib tashlaymiz. Yoki bo'lmasam Ctrl A ni bosib shunda o'chirsanglar hammasi o'chadi. Va biz yangi skopировать qilganimiz boyagini shunda bu yoqqa joylashtiramiz. Tak, uzr. Qani men bu skopировать bo'lmadimi deyman. Va bu yoqqa joylashtiramiz. Mana, ko'rdinglar? Joylashdi. Bo'ldi, bu yoqqa joylashtiramiz. Joylashtirganingizdan keyin добавить на grafik qilib, уже ekranga joylasanglar bo'ladi. Va bu yerda yana bitta narsa, misol uchun men bu yerda nomi yozilgan Cycle by NoxNFX mi, o'zingizlar xohlaganinglarni qilsanglar bo'ladi. Ya'ni men bu narsani to'g'ri yozishinglar kerak, o'zingizlar o'zgartirib, o'zingizlarga yoqqan narsani, muhimi ortiqcha narsaga deb qo'ymasdan, mana buni o'zini foydalanganinglar ma'qul. Va nima qilamiz? Добавить на grafik qilib bosib qo'yamiz. Bo'ldi. И buni сохранить qilib qo'ysanglar, o'zingizlarga yaxshi. Bo'ldi mana. Ortiqcha narsa shart emas. Ko'rdinglar, mana grafikka o'sha joylashdi. Grafikka joylashdi. Buni любой o'rinda o'chirib, yoqib, yoki men bu liniyalarini o'zingizlar xohlab, misol uchun rangini to'g'irlasanglar bo'ladi. Nimadir qilsanglar bo'ladi. Umumiy hisobda mana turdi. Endi aytaylik, vdruk men buni bosib adashib o'chirib yubordinglar. To'g'rimi? O'chib ketdi. Nima qilamiz? Tepada men TradingView'da men bu indikator bo'limini shunda bossanglar, MyScript turadi. Shunda ustiga bossanglar bo'ldi. Mana yana qaytib chiqib keladi. Bo'ldi, endi bemalol yo'qolmaydi. Любой o'ringa kirgizib, ulab ishlatsanglar bo'ladi. O'ylaymanki, tushunarli bo'ldi. Qaytaraman, shunda Telegram kanalga kiramiz. Telegram kanaldan shunda qidirasizlar. Fayl, endi balkim qachon ko'rasizlar bu videoni, pastroqqa nimadirlar tushib ketgan bo'lsa, yangi postlar, shunda kanal ustiga bosib, sal pastroq tushib, faylini bossanglar va mana shu yerda turgan bo'ladi, mana 369 cycle. Va shunda olib, men bu yerda Pine editor bosib, shunda Pine editor bosib, опубликовать script qilsanglar, уже bu полностью boshqalarga ham ko'rsatish shart emas. Men qilib ko'rdim, chota TradingView o'chirib boryapti. O'shaning uchun o'zingizlar ishlatish uchun chista mana shunda ulab qo'ysanglar yetadi. Mana bunda o'chirib qo'yasizlar, boshqa payt analiz qilib, endi kerakli paytida shunda yoqib, ishlatib, agar o'chib ketsa ham xavotir oladigan joyi yo'q. Indikator bo'limini bosib, mana MyScriptni shunda yulduzcha qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi, bu yerda ko'rinadi. Bu
Bitta ustiga bosasizlar mana ko'rinadi. Kerakli paytda ishlatamiz, kerak emas paytda 369 cycle'ni men sizlarga ikkinchi qismini tushuntiradigan bo'lsam, avval YouTube'da birinchi qismini ko'rgan bo'lsanglar, u yerda ham полностью tushuntirganman. Endi polniy bo'lmasa ham ideya berilgan. Также yana bir marta takrorlab o'tib ketaman. Bu yoqda sizlarga umumiy ideya beriladi. Ya'ni mana bu yerdan kir, mana bu yerdan chiq, bu yoqqacha o'sha emas. Yo'nalish. Buni yana ham zo'r mukammal ishlatish uchun likvidness chuqurroq tushunishinglar kerak. Likvidness chuqurroq bilib, mana bu zonalar, bloklar, struktura, o'zingizlarni qo'shimcha strategiyalarga qo'shimcha qilib ishlasanglar, ancha unumli va foydali bo'ladi. Endi aytmoqchi bo'lganim, bir xil odamlar bor, shundoq ko'rana buzdi-ku, boshqa qildi-ku deb kirib ketishi, u nito narsa. Keyin indikatori farqi yo'q. Misol uchun mana UTC+ mana bunga qo'yib olasizlarmi, minusga qo'yasizlarmi, bu o'zi avtomatik to'g'ri turgan vaqtda aniqlab qo'yadi. Xo'p, xohlasanglar ruchnoy chizinglar, xohlasanglar mana bu narsani yoqib, umumiy ideya beradi. Qanaqa ideya beradi? Sizlar bilan bitta ko'ramiz. Misol uchun mana dushanba kechagi kunniki ideyasi, mana kechagi kun hali bozor harakat olyapti. Keyin men mana sizlarga simulyatordan ko'rsatib beryapman, chunki real bozor yurishi, boshqa qilishi ko'p vaqt bor. Natijalarni Telegram kanalda hammasini qo'yib beryapmiz. Xo'p, misol uchun mana demak 5 minutlik time frame bo'ylab ko'rinadi. Bu farqi yo'q. 5 minutda ham, 1 minutda ham, 15 minutda ham ko'rsanglar bo'ladi. Asosan 5 minut, 1 minutlik time frame sizlarga aniqroq ideya beradi. Misol uchun mana siklning birinchi vaqti boshlanyapti. Bu yoqda sizlar o'zingizlar bilganingizcha, xohlaganingizcha nima bilasizlar, nima qanaqa ishlaysizlar, savdolarni amalga oshiringlar. Mana bu yerda kunni boshlanishi 00 va bu yoqda siklning birinchisi boshlanyapti. Bizga nima kerak? Oddiy savdo qilaveramiz yoki bo'lmasam chista mana shuni o'zini kutadigan bo'lsak, kutishimiz kerak, что birinchi sikl yopilsin. Mana birinchi sikl yopildi. Ya'ni mana sikl 1 yopildi. 3 yopildi, ya'ni 3 yopilganda bizga ko'rsatyapti. Nimani? O'sha birinchi sikldagi minimum va birinchi sikldagi maksimum. Biz qiladigan ishimiz nima? Xuddi likvidnessda ishlaganimiz kabi buy side, sell side likvidness sifatida ideya qaraymiz. Ya'ni bozor maksimum buy side likvidness yechsa, sellga ideya qaraymiz. Minimum likvidnessni yechsa, ya'ni sikl 1dagi minimumni yechsa, buyga ideya qarab ko'ramiz. Ya'ni mana shu zonalarda biz tasdiq qidiramiz, подтверждение qidiramiz, confirmation qidiramiz. Mana shu zonalarda. Va yana qo'shimcha tarzda biz nima qilishimiz mumkin? Kichkinaroq time framelarni o'zida, o'zingizlarda qanaqadir razворотный modellar bor, svechilar bor, strukturalar bor, nimadir bor. To likvidnessni yechguncha men bularni likvidness deb hisoblab yoki likvidness yechgandan keyin ideya qarab ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Hop, kuzatamiz mana sikl 1 maksimum, sikl 1 minimumi. Qani bizga nima ko'rsatib beradi? Hop, bozor nima qildi? Bizda sikl 1 maksimumni yechdi. To'g'rimi? Sikl 1 maksimumni yechdi. Mana bitta impulslarni yechib oldi. Ideya bor. O'sha mana atrofda biz tasdiq qidiramiz. U bo'lishi mumkin sizlarga svecha yopilishi, likvidness sweepi, pastdan Osiyo sessiyasi o'tgan kunda maksimum nimadirlari, takже mana yana qo'shimcha bozor chiqdi. Bizga yana nima tasdiq beryapti? Svecha yopilishi va sell side likvidness. Bu yoqdan qo'shimcha mana bloklar, yana nima bizda sikl 1 maksimumni yechib oldi, sikl 1 minimumni target qilish ehtimoli bor. Kutamiz. Va nima bo'ldi bizda? Qaranglar mana. Ya'ni bizda birinchi sikl tugadi, ikkinchi boshlanganda, ikkinchi sikl tugab 3 ga o'tdi o'zi. Ya'ni 3, 6 tugadi. 9 bizda boshlandi. 9 ham где-то momentlarda yopiladi. Xo'p, bizda endi nima ideya aniq? Mana bu likvidness olindi, yechildi, bu tayyor. Bizda hozir qolib ketgan mana bular va mana bu o'zidan oldingi, ya'ni 6 ni maksimumi, 6 ni minimumi va 3 chi minimumi qolib ketyapti bizda. Bizda nima ideya qaraymiz? Qayerda eng yaqin likvidness bor, o'sha tomonga savdolarni qidirsak bo'ladi. Umumiylasizlarga ko'rsataman mana. Likvidnesslarni yechdimi? Ideya bormi? Bloklarga qo'shimcha kasание, свечной tasdiq, kimlardir uchun поглощение, yana nimadir tasdiqlar, numerologiya. В общем, umumiy tasdiqlar qidiriladi. Mana likvidness yechishi, sweep entry, mana bu ILQ hisoblanadi. Ko'ryapmiz mana. Ya'ni bizda ideya nima edi? 3 ta qolib ketgan minimumni yechdi, 6 ni, ya'ni 2 talik kuchli likvidness yechdi. Bizda qayerda endi keyingi likvidnesslar bor? Maksimumda. Kuzatamiz. Va e'tiborga oladigan bo'lsak nima bo'ldi? Bizda mana 3 tugagandi, 6 tugagandi, 9 tugagandi, to'g'rimi? Va bizda nima bo'ldi? 9 endi tugadi va 9 minimum, 9 maksimum. Bizda eng yaqin likvidness, kuzatamiz. Va e'tiborga oladigan bo'lsak, hozir shu likvidnesslarni yechishga harakat. O'sha bozor birdaniga o'zidan oldingi eng yaqin buy side likvidnessini bizga yechish harakatida turibdi. Oddiy primer ko'radigan bo'lsak, sell side likvidnesslarimiz mana bozor buy side likvidness yechdi, mana sweepi bor. Mana bu mana sell side likvidness nakapleniya bo'lib beryapti bizga qo'shimcha tarzda.
Kuzatamiz, mana ko'rganingizdek уже yechib ham berdi. Qani. Va biz nima bo'ldi? Dushanba kuni tugab, seshanba kunga o'tdik. Va biz seshanba kunga o'tganimizda bizda nima bor? Mana 9 dan qolib ketgan sell side minimum va mana 9 maksimumi va 6 maksimum qolib ketgan likvidnesslarimiz. Kuzatamiz, endi ertalab Osiyo sessiyasidagi harakat, sirazu mana bozor yopilishiga yechib oldi likvidnessini va eng yaqin likvidga qarab harakat. Mana ko'ramiz, 9 da 6 da qolib ketgan maksimum qanaqa yechib beryapti. Xo'p, kuzatamiz, endi bizga yangi seshanba kungi likvidnessini ushlashimiz kerak, qarashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana sikl bir boshlanish arafasida, ya'ni 3 soatlik boshlanish arafasida o'sha boshlanib bo'ldi. Prosta bu yoqda xohlaganingizcha savdo qilinglar. Qaranglar, endi men 369 bo'yicha prosta ozgina vaqt kerak. O'sha sechalar yopilishi joy-joyiga kelish kerak. Mana 3 soatlik bizda yopildi, mana 6 soatlik boshlandi. Demak, 6 soatlik boshlanganda bizda aniq mana minimum likvidness va mana maksimum likvidnesslarimiz turibdi. Kuzatamiz, qaysi tomonga harakat qiladi. Biz nima qilishimiz mumkin? Eng yaqin likvidga yetishigacha harakat qilishimiz mumkin yoki yechib olgandan keyin ideya qarashimiz mumkin bo'ladi. Ham bizda sell side likvidness 3 soatlikni minimumi yechib berdi bozor. Kuzatamiz. Va bizda qaranglar, mana bu yerda e'tiborga oladigan bo'lsak, 3 soatlik tugab, 6 soatlik boshlanganda, endi 6 soatlik ham tugadi, 9 soatlik o'tdi. Bozor 6 soat ichida o'zidan oldingi mana minimumini yechdi va 9 soatga o'tganda mana 6 soatlik minimum likvidness, maksimum mana qolib ketayotgan likvidnesslarimiz, mana yechilmagan likvidnesslarimiz. Kuzatamiz qani. Bozor nima qildi? O'zidan oldingi eng yaqin likvidnessni yechdi. Qaysidir mana bu yerdagi bloklar kasaniyasi bor, sviplari bor, switchnoy уже tasdiq bor va ideyani qarab, qatgacha sirazu mana eng yaqin 6 yechilmagan likvidnessgacha tortib beryapti. Yechyapti, orqaga harakati bor. Kuzatamiz bunisini ham. Va bozor ko'ryapmiz nima qilyapti? 9 soatlikning ichida men bunga 3 soatlikni likvidnessigacha ham chiqib borib yechib beryapti. Ko'ryapmiz qanaqa harakat. Va bizda qolib ketdi mana minimum va maksimum. Bular nimaniki? 9 soatlik minimum, 9 soatlik maksimum. Mana hozir real bozor ekan. Endi bu indikator option da qarab chiqadigan bo'lsanglar ham, o'zinglar ham juda ko'p narsa tushunsanglar bo'ladi. Mana tugayapti, yechyapti, teskari tomonga likvidnessni yechyapti, harakat. Mana likvid o'zidan oldingilarni yechyapti, harakat. Qolib ketyaptimi likvidness? Хорошо, sal keyinga borib uni ham yechib beryapti. Mana qolib ketyaptimi? Yechib beryapti. Qolib ketyaptimi? Yechyapti. Mana qaranglar, qolib ketyaptimi? Yechyapti. Mana 9 soatlik tugab, mana bozor qaranglar harakatini. Mana. Ya'ni bu indikatorni tekshiringlar, kuzatinglar, o'zinglar ham boshqaringlar. Har xil backtestlardan o'tkazinglar. Ancha foydali bo'ladi. Ya'ni o'zinglar ishlayotgan narsaga bu qo'shimcha. Har xil mana bu YouTube'da chiqayotgan chala narsaga ishonmanglar. U любой joydan olayotgan vaqt, nimadir. Bu boshqa narsa. Bu ham masalan aniq vaqt deb ishlatsanglar bo'ladi. Mana aniq vaqti bor. Ya'ni kutyapmiz, mana vaqti bor. Prям minutigacha vaqti bor. Likvid tomoni yechiladi, teskari tomonga ishlanadi. Va endi bu xamir uchidan bir parcha deyiladi. Shunaqa narsa bor. Hali bunga tasdiqlari bor, yana qo'shimcha narsalari bor, ko'p. Nasib bo'lsa, sekin-sekin ulashib boraman. Va option mana 369 ni logikasi qiyin emas, sodda, o'zingizlarni qiynalishi shart emas. Ya'ni o'zingizlar ishlayotgan narsaga qo'shimcha qilib ishlatish kerak bo'ldi. Bunaqa qiynab tashlaydigan joyi yo'q.